lekin 2ta, 3ta, 4ta, ba'zilarni 10talab beradi. Mana bu giperstimulyatsiya. Bunaqada to'g'ri homiladorlik egizak bo'lishi mumkin deb xursand bo'lishadi, lekin bir nechtasi yetilsa uni yordirish qiyin bo'lishi mumkin. Yorish uchun berayotgan ukollari ko'pincha hammasini yorishga kuchi yetmaydi-da, kuchliroq dozada berishadi keyin. Ikkita farzandim bor. Ikkalasida ham hech follikula nimaligini bilmagan ekanman. Bu safar bo'lmayapti-da prosta, to'g'rimi? Qarang, 3-farzandimni sizga keluvdim, sizda bo'lsa, keyin u bolani siz so'radingiz, nima bo'ldi dedingiz. Men tetradafalo bilan tug'dim u bolani. Keyin sizga matkada gematoma bilan keldim oldingizga o'zi, keyin yana vrachga qaytib boring dedingiz. Matkalarimni tozaladi. Mana уже 8 oydan beri mana shu lecheniyadaman. Oyda. Infeksiya hammasiga lecheniya qilib, mana endi 2 oydan beri, o'tgan yanvar, fevral oyidan beri harakatdaydim. Hali ham homilador bo'lmayapsiz. Saqlanuvdingiz ungacha, to'g'rimi? Lindinit ichuvdim. Lindinetni ham ichgan bo'lsangiz, 3 oy, 4 oy ichgansizda. U homiladorlik bo'lmasligiga sabab bo'lmaydi. Follikula yorilmayaptimi? Shuning uchun stimulyatsiya qilyapsizlarmi yo o'smayaptimi? Yo'q, follikula o'syaptimi, o'smayaptimi bilmayman, lekin umuman follikulometriyaga qatnamaganman-da. O'sha tetradafalo bilan tug'ilgan bolamni ham follikulaga bormaganman, o'zi bo'lib qolgan. Unda tushunarli. Yoki doktorimni lecheniyasida mana shu o'zini ukoli bormikan yoki deyman-da. Buni yordirishga demoqchimisiz? Yoki dori berib, yo endi alohida yoki o'zim harakat qilingmi dori ichmasdan? Bu shu paytgacha harakat qilmasdan srazu stimulyatsiyaga o'tib ketdim demoqchimisiz shunda? Avval может haqiqatan ham o'zingizniki bilan harakat qilib ko'rganingiz yaxshi edi. Может yorilar. 2 oydan beri harakat qilyapman. 2 oydan beri mana doktorda nafasi bilan qilyapman-da. Endi ular sizga stimulyatsiya beryapti 2 oydan beri. Может bez stimulyatsiya o'zingizniki yorilishi ham mumkin-ku. Shuni oldin tekshirib ko'rmadingmi? Ko'raymikan. Uni maslahatlashing. Men bir nima deyolmayman. Может chunki ular stimulyatsiya berishiga sabab bo'ladi-da. Например, follikulangizni bir oy egizakka dedingizmi? O'zingizda ham ayb bor ekanda. Shuning uchun stimulyatsiya berganda u. Atak o'zidan o'zi stimulyatsiyaga qilmaydi. Follikulangiz o'zingizniki yetilib, yorilib turgan bo'lsa, nima kerak bor u narsani-da? Asosan mana shu egiz xohlayman degan ayollarga ular ko'proq o'ziniki yorilsa ham stimulyatsiya qilib beradi. Mana shuning uchun ham sizniki giperstimulyatsiya bo'lib ketgan. O'zingizda gormon yetarli, tashqaridan yana bergansiz, bir nechta follikulani o'stirgan, одновременно bir xil qilib. Lekin uni yorolmagan keyin. Nima qilasiz egiz deb?